ariza yozib, buyruqqa qo'l qo'y. Otpuska uchun. Xo'p, shundan keyin otpuskaga chiqamizmi? Ha, albatta, faqat qog'ozda. Sizni ham korxona faqat hujjatda otpuskaga chiqaryaptimi? Hozir ish ko'p, keyin chiqaramiz deb aslo bunday qilmang. Otpuska bu korxonani xodim oldidagi majburiyati. Uni bermaslik javobgarlikka sabab bo'ladi. Xususiy korxonalarning ko'pchiligi shunday o'ylaydi. Otpuska bu faqat davlat tashkilotlari uchun deb o'ylaydi. Lekin aslida Mehnat kodeksida bu faqat davlat tashkilotlari uchun yoki xususiy tashkilotlar uchun deb belgilanmagan. Bu barcha uchun bir xil. Hurmatli tadbirkorlar, baribir otpuska pulini to'lab berasizlar. Agar xodim ishdan ketayotganda uni mehnat ta'tiliga chiqarmagan bo'lsangiz, u yig'ilib qolgan kunlar uchun kompensatsiya olish huquqiga ega. Hatto 5 yilligini bermagan bo'lsangiz, 5 yilligini to'lab berasiz. Agar korxonadan xodimga kompensatsiya bermasdan bo'shatib yuborsangiz va mehnat inspeksiyasiga borib xodim ariza topshirsa, siz nafaqat kompensatsiya, balki shtraf ham to'laysiz. 3 million so'mdan qochib 30 million shtraf to'laysiz. Agar siz ham shtraf to'lamoqchi bo'lmasangiz, xodimlaringizni o'z vaqtida otpuskaga chiqaring. Atrofingizda otpusк va kompensatsiya nima ekanligini unutib qo'ygan tanishlaringizga ushbu videoni yuboring. Balki haqqini olishda yordam beradi. Men bu sahifada kitobdagi gaplarni emas, balki korxonadagi real keyslarni ochib beraman. Menga obuna bo'ling. Keyingi videolarda bundan ham qiziq kontentlar bo'ladi.